Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi mavzumizni yana ko'ryapsiz. Yana o'sha jentra, xudo xolasa shu jentramizni chiroyli qilib ramaga terib, qancha rasxod ketishi haqida chiroyli video qilib beramiz. Narxlar o'zgarib boryapti. Kundan kunga narxlar o'zgarib boryapti. Shuning evaziga biz polni, mena taqiyo hammasini chiroyli qilib sizga narxlari bilan tushuntirib ketamiz. Faqat mashinani chiqqanda sanalariga e'tibor beringlar. Ko'pchilik sanasiga e'tibor bermasdan turib narxlardan o'qilyapti. Xo'p, bu mashinamizni mana 2026-yil Bugun 25-mart kuni xudo xolasa mana shu mashinamiz kelib tushdi. 26-martdan ish boshlanadi. Ko'rasiz mashina holatini. Aerobaklarimizgacha otgan, ziyon etkazgan shu holatida. Xudo xolasa shu mashinamizga rama terib beramiz. Nech kunda bo'ladi? Qanday holatda kelib, qanday chiqadi? Nech pul rasxod bo'ladi? Chiroyli video qilib beramiz. Siz Jalolov servis kanalini kuzatyapsiz, biz kuzatib boring. Shunaqa qattiq urulga yonib ketgan DTP bo'lgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Top bergan $100 hadyamiz bor. Hammaga rahmat. Biz bugün birinchi xudo xolasa 25-mart. Çado. Macam tipas harus itu pula. Kalau itu pula. Hadi. Çık. Onu çare. Bunları bol bakıyor, para uçacak. Anladın mı? Arka balkalar holini qarang. Shuni xudo xolasa yuvib, tozalab akkuratni qilib qo'yamiz, anchalik yuvilmagan. Ikki ming yigirma uchinchi yil Gentra avtomashinamizga hadovochaslarni o'zga o'tkazib, mallar mana tozalab, xudo xolasa shunka qilish jarayoni boshlanadi hozir. Orqa gaz ballonlarida nolarigacha o'rnatilyapti. Bir kunda bo'ladigan ish mana, xudo xolasa. Hali soatimiz 4 bo'ldi. Kechgacha motorlarni ham qo'yishimiz kerak. Şuradan bakalım nasıl yapacağım. Şangazı çünkü ben bir şey yapıyorum. Şuradan zaten yukarı yukarı kızri dönüp yapsın. Sağ olun şeyler. Sağ olun. Xudo xolasa 20 jentramiz bu. Torpedan tagi, ya'ni motorxonadan kelayotgan shovqinni yopish uchun shu izolyatsiya qilinadi. Xudo xolasa men jentra avtomashinamiz granitalarini bollar qo'yapti. Mana yangi radiator, yangi konditsioner uстановка qilib qo'yib taylaymiz hozir. Torpedamiz tagigacha shumazlatsiya bo'lyapti. Bu ya'ni Gentra mashinamizniki. Xudo xolasa hamma ashqal-dashqalni yuvib, akkuratni qilib, mana karchelni yuvib, changlarini tayyorlab terish jarayoni boshlandi. Mana pechkalarigacha rasvo, torpedan tityapti bolalar. Qo'lni shumka qilib chiroyli qilib yig'amiz. Xudo xolasa mashinamiz polirovkaga tayyor bo'ldi. Polirovkani boshladik.
Xudo xolasa mashinamiz kapitalniy yo'lyapti. Siz qamalasiz. Nimaga? Nima qilyapsiz? Nima nomer yashiryapsiz? O'zbekistonda ochib qo'ydim-ku. Balli sistema hozirgi yomon sharoit. Albatta. Xudo xolasa navbatdagi avaring jentra. Tayyor bo'ldi. Bu haqida bitta to'liq ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa bu mashinamiz tayyor bo'ldi. Ko'rgandingiz bu mashinani oldingi holat kelgan holatini bu Jizzax viloyatidan biz muxlislarimiz internetdan ko'rib bor ekan, YouTubedan, Instagramdan. Instagram ham ochganmiz YouTube muxlislari uchun. Jalol avtoservis bo'lsa Instagramda ham, TikTokda ham hammasida Jalol avtoservisda kelib chiqadi. Har doim aytganmiz buni ramaga terdik. Ofshi qancha rasodga chiqdi deb chiroyli deb beramiz, ketdik. Har doim aytganmiz mashinani birinchi urilgan holatda stig va zazorlar rulinadi. Mana yuqoridan kelishi, tumshug'ining uchigacha. Xo'p, bu tomoni ham kelishi, tumshug'ining uchigacha. Ko'rib olaveramiz mana zazor va stiglarni. Mashina ramaga terilgan, chunki zibor kuzovga terilmagan. Detallar boshqa qo'yilib yig'ilgan. Xudo xolasa mashinamiz tayyor bo'ldi. Ofshi qancha ketgan rasotlari bilan ofshi video qilib beramiz hozir. Oxirigacha ko'rib tursangiz qancha rasot ketgani haqida to'liq videoni chiqarib beramiz. Xo'p, demak ketdik. Biz narxlar bilan aytib ketamiz. Birdan Ramani oldik $1100, dokumenti bilan $1200, suyagi, ya'ni yangi kuzib, detallarsiz kuzib olingan. Xo'p, $1100 bo'ldi, dokumenti bilan $1200 ketdi. Xo'p, yana ketadigan rasotlar aytamiz. Oldi kapot almashdi. Oldi kapoti 1.100.000 so'm, bitta kirlos almashdi. Yo, ikkita kirlo almashtirdik ekan. Ikkita kirlos almashdi, ikkita kirlomiz. Xo'p, 400.000 dan 800.000, oldi bu fer almashdi 450.000, ablisopkasi almashdi 300.000, ikkita fara 1.400.000. Xo'p, bakoylarimiz Xitoy bakoy qo'ydi 450.000, laboy qo'yildi 500.000 ga. Bitta eshik olindi 1.600.000 ga. Mana salon qismlarigacha ko'rsatamiz mashinani, ko'ryapsiz. Akkuratni yig'ilgan, polik, chexol hammasi. Ofshi mashina ketgan rasotini aytamiz. Ayrabaklarigacha o'tgandi. Mana ayrabak ustimiz 800.000 so'm turadi. Bu Xitoy. Chista originali 1.600.000 so'm turadi. Mashinani mana bu karkazigacha, mana bunisi ham torpedasi ham ezilgan ekan. Torpedani yuqori yo pastda, ikkalasi 400.000 pastda, yuqori 800.000, 1.200.000, ya'ni $100 ga olingan. Shu mashinamizga ofshi ketgan rasotni aytib o'tamiz. Bir qator mehnat haqqimiz deb aytamiz. Mehnat haqqi, elektrik, motoris, hammasi mashina shurb egasigacha yuvib, tozalab, akkuratni qilib ko'ryapsiz mana. Akkuratni qilib yig'ishimiz mehnat haqqimiz 10 million bo'lgan, ramaga terib, buni ichida polni shumizlyatsiya qilib berish, elektrik, motoris, gazovek, hammasi ofshi mashinani mana shu holatga kelib yurg'izib berguncha Xudo xolasa ofshi ketgan rasotni aytib o'tamiz. Ofshi 40 million so'm rasot ketdi. Rama, mehnat haqqi, mana shu detallar, kraska material, shumizlyatsiya, elektrik biron narsalari, salon ayrabaklari, ofshi ketgan rasot, usta haqqi yu hammasi ichida 40 million so'm rasot ketdi. Demak, Jentramizga, Jentra avtomashinamizga urib olsangiz, mana shunday rama holatiga qo'yiladigan darajaga keladigan bo'lsa mashina 40 million so'm bilan chiqadi. Siz Jalol avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Shunaqa qattiq urilgan, yonib ketgan, tepa bo'lgan mashinalar O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Top bergan $100 hadyamiz bor. Bizni kuzatib boring, ishimiz yoqqa rag'batlantirib, kommentariyada o'z fikrlaringizni kutib qolamiz. Hammaga rahmat.